Hammaga salom, Sonix jamoasida yangilik. Xullas, yulduzli blokimiz bugundan start berildi. Mehmonimiz Oybek shunaqa gaplar. Oybek, qara, senga yangi shart beraman. 5 ta shansing bor. Agar 5 tadan 5 ta penalti ursang, men senga $500 pul beraman. To'p tepishim kerak. Ha, 5 tadan 5 ta urishing kerak. Mabodo bitta ura olmasdan 4 ta ursang ham u hisob emas. $500 bermayman sen. Yo, men o'ynalmasligini bilib turib bunaqa shart qilganmiz. Yo'q, endi hammani chaqiryapmiz, endi ko'ramiz. Balki urib qo'yishing qo'yishliging uchun. Agar urib qo'ysam 5 ta, pulingni olmayman, men shartim bor senga. Bo'ladi. Bo'ldimi? Mabodo sen agar 5 tadan 5 ta ura olmasang, men aytgan shartni mana shu poliyada qilib berishing kerak. 5. Demak, boshladik. Buni shart sal qiyinroq bo'ldi menga. Sabab birinchi ura olmadim. Keyin yangiroqni beramiz. Agar 4 tursang $400 berasiz. Bo'ldi. Padriyat 4 ta urishing kerak. Ketdi. Men buni yoshlikdan taniyman, bu echkini ura olmaydi. Yengillashtirib beraman, hamda qo'l Yo'q. Hamda Shart shuni yengillashtiramizki, o'zi varta ushlaganim yo'q, sen turasan vartaga. bo'ldi. Davay. Bu bitta. Do'stlar, saninglar bu $100. Do'stlar, bitta urdik. Ikkita tepishimiz qoldi. Shohir o'z varata, ko'ringlar. Ochiq varataga qanday ura olmaslik mumkin? Allohga shukrki, bu futbol yo'nalishini tanlamagan, Xursandman. Ketdik. Xullas, Oybek shohid qizda shart jinnisi. Ko'ringlar mana. Sonix futbol jamoasidagi barcha futbolistlar, qaysi topganingiz yaxshiliklar, yo'qotganingiz faqat yomonliklar bo'lsin. Bilmayman nimagadir 4 marta 5 marta tepman, hansirab qoldim. Bular ertadan kechgacha o'ynab hansirashmaydi. Hamma har xil gapirishi mumkin-da hozir. Balki sportga shug'ullanmaydigan bo'ladi deb o'ylashlari mumkin. Sizlar to'g'ri topganlar shug'ullanmaydi. Hozircha sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumot va videomiz aynan shundan iborat edi. O'rtoq, keyingi mehmon kim bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Sonix va Oybek. Salomat bo'linglar.